kecha sizga telefon qilganda qanchalik ishondingiz, qanchalik ishonmadingiz? O'zi yo'lda ketayotdingiz adashmasam, roldanmidingiz, yo'q, rolda emasmidingiz, nima deb? Ishda edik, kecha assalomu alaykum. Ishda edik biz. Kecha o'sha telefon qilgandan keyin o'sha biz ishonmadim to'g'risi. Birinchi efirga kirganda o'zi hayajonlandim. Shunaqa dedi, vaqt qachon ulaning dedi, tezroq ulaning, biz ko'rmoqchimiz dedi. Biz ishonmadik. Endi operatorlar bilan o'zi rahmat kattakon o'zlari ular berishdi. Keyin o'sha xodimlarimiz bilan shu xursand bo'ldik, juda ham xursand bo'ldik. Lekin o'shandan keyin ham hali ishonmadik to'g'risi. Haqqoniy ekan, mana kelib olib, mana Xudoga shukr, rahmat oldik. Boshqalarga ham tavsiya etamiz. Nasib bo'lsa, keyingi oylarda ham mana shunday o'ynab, mana shunday bizlar kabi mana shunday mashinalarni yutib, yaxshi sog'lom bo'lib, O'ztelekomning o'sha rahbariyatiga ham hammasiga kattakon rahmat aytaman. Hamisha ishini rivojini bersin. Hech qachon kam bo'lmasin.